Bolalikdan men judayam delusional inson bo'lganman. Ya'ni kichkina qizcha bo'lganimda ham oldimga katta-katta orzular, maqsadlar qo'yardim. Hayolimda $10,000 Cartier soati yoki Toshkent markazidan $100,000 kvartira men uchun okey edi. Ya'ni Xudo xolisa bu narsalar hammasi bo'ladi deb o'ylardim. Lekin yaqinda bunaqa xayollardan judayam uzoqlashib, ko'proq realist bo'lib qolganimni sezib qoldim. Iroda Utarovani bitta reelslarini ko'rib qolib, bu xayollarim judayam noto'g'riligini tushunib yetdim. Sababi Alloh uchun bizni orzularimizni, xayollarimizni limiti yo'q. Ya'ni Allohning qudrati hamma narsaga yetadi. Alloh uchun $10,000 Cartier soatini berish bu qanaqadir qiyinchilik, hatto mana shuncha qiyinchilik ham tug'dirmaydi. Ya'ni bunaqa vaziyatlarda chiroyli niyat qilish va Allohning qudrati bu tilaklarimizni amalga oshira olishiga umuman shubha qilmasligimiz kerak. O'sha reels men uchun juda ham katta eslatma bo'ldi va shu fikrlarim bilan sizlar bilan ham bo'lishar edim. Katta-katta niyat qilinglar va amalga oshishiga umuman shubha qilmanglar. Xudo xolisa hammasi bo'ladi.